Kasoy beytani bichib tikishni o'rganamiz. Mana 90 gradusli matoni 45 gradusga aylantirib bukib olamiz oxirigacha. Keyin lineykamizni ichidan olib olamiz. Endi buni 3 sm eniga chizib olamiz. Uch qilib chiqamiz. Endi kesib chiqamiz. Bizga kasoy lentalar tayyor. Bularni mana bir-biriga to'g'ri keladigan tomoni bilan tikib chiqamiz. Mana shunday ulab chiqamiz. Bu uzun kant bo'ladi. Mana ulab chiqamiz. Tayyorlab olgan kantlarimizni endi tikishni o'rganamiz. O'ngini o'ngiga qilib bir tomonini tikib olamiz. Chokni ustiga kantni yotqizib, kant tomondan, kantni ustidan 0,1 yuramiz. Kasoy qilinishining sababi dumaloq aylangan joylar bo'lishi mumkin, proyma bo'lishi mumkin. Aylanib dumaloq joylarga kasoy chiroyli yotib aylanib beradi. Shu uchun kasoy qilinadi. Tekis qilsak, mana bunaqa aylana joylarni, dumaloq joylarni yotib bera olmaydi tekis kant. 0,1 qilganimizning sababi kantimiz o'ngi tomonidan ko'rinmasligi kerak. Mana bunaqa qilganda o'ngi tomoni 0,1 sm kant tomonga yotib turadi. Shu uchun mana bu 0,1 chokni yurdik. Chokni yopib, ustiga chiqaramiz. Endi tikib olamiz. O'ngidan ko'ringanida kant borligi bilinmaydi. Mana ichki tomonida kanti bor. Mana kantimiz tayyor bo'ldi. Bu kant tikishni bitta usuli. Yana boshqa xil usullarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rib chiqamiz.